Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarga pul qaytarilishi, pensiya indeksatsiyasi shu atrofda tarqalayotgan hammaning puli qaytadi. Pensiya noto'g'ri hisoblangan. Indeksatsiya aldov bo'lib chiqdi degan gaplar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va hali pensiyaga chiqmagan, lekin mehnat staji bor har bir insonga tegishli. Men sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Qaysi holatda pul haqiqatan ham qaytarilishi mumkin? Qaysi holatda hech qanday qaytarim bo'lmaydi? Indeksatsiya nima? Uni qanday tekshirish kerak? Kim aldanib qolishi mumkin? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak? Iltimos hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kech qoladi. Ariza yozmaydi, tekshirmaydi va o'ziga tegishli pulni ola olmaydi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiya indeksatsiyasi degani nima? Juda oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorining narxlar o'sishi, eng kam pensiya yoki bazaviy hisoblash miqdorlari o'zgarishi davlat tomonidan belgilangan oshirishlar asosida qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni odam pensiyaga chiqqan paytda unga masalan 1 million 200 ming so'm pensiya tayinlangan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan bu miqdor o'zgarishi mumkin. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, yo'l haqi, xizmatlar narxi o'sadi. Davlat esa ma'lum vaqtlarda pensiyalarni oshirish bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bitta narsani bilardi. Pensiya oshdi deyishdi. Demak, kartaga ko'proq pul tushadi. Lekin qanday oshdi? Necha foizga oshdi? Qaysi sanadan oshdi? O'zining pensiyasiga to'liq tatbiq bo'ldimi? Qo'shimcha to'lovlar ham oshdimi yoki yo'qmi? Bularni ko'pchilik tekshirmasdi. Aynan shu yerda muammo boshlanadi. Chunki pensiya bir xil ko'rinmaydi. Kimdadir yoshga doir pensiya bor. Kimdadir nogironlik pensiyasi bor. Kimdadir bo'kishni yo'qotganlik pensiyasi bor. Kimdir minimal pensiya oladi, kimdir ustama bilan oladi. Kimdir ishlayotgan pensioner, kimdir ishlamaydi. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda pensiya tizimida elektron hisob kitoblari ko'paydi. Ma'lumotlar bazalari soliq, mehnat, bank, FDIO, kadastr va boshqa tizimlar bilan bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, odamning huquqi bo'lsa, tezroq aniqlanishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Eski davrlardagi staj, ish haqi, arxivdagi ma'lumot, mehnat daftarchasidagi yozuv, korxona nomi o'zgargani, hujjat yo'qolgani sababli hisob kitobda xatolar bo'lishi mumkin. Ba'zan xato davlat organi tomonidan bo'ladi. Ba'zan hujjat yetishmagan bo'ladi. Ba'zan pensionerning o'z vaqtida ma'lumot taqdim etmagan bo'ladi. Shuning uchun pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gapni eshitganingizda birinchi navbatda mana shuni biling. Hamma pensionerga avtomatik ravishda alohida katta pul tarqatilmaydi. Pul qaytarilishi odatda konkret holatga bog'liq bo'ladi. Masalan, pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya to'liq qo'llanmagan bo'lsa, staj keyinroq tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar topilsa, nogironlik guruhi yoki imtiyozli holat bo'yicha ustama vaqtida berilmagan bo'lsa, shunda qayta hisob kitob qilinadi va ayrim davrlar uchun farq puli to'lanishi mumkin. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerakligini aytaman. Agar siz yoki ota-onangiz pensiyaga chiqqanda ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda faqat 27 yil staj hisoblangan. Nega? Chunki cho'kes yil ishlagan, korxona yopilgan, arxiv hujjat topilmagan yoki mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmagan. Keyinchalik arxivdan ma'lumot topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar shu staj pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, farq ham chiqadi. Ikkinchi guruh, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar noto'g'ri olinganlar. Pensiya miqdorida ish haqi ko'rsatkichlari muhim rol o'ynashi mumkin. Masalan, Anvar aka 1990 yillarda zavodda yaxshi maosh olgan, lekin pensiyaga chiqayotganda zavod yopilib ketgan, arxivdan to'liq ma'lumot chiqmagan. Natijada unga o'rtacha pastroq ma'lumot asosida pensiya tayinlangan. Oradan vaqt o'tib, arxivdan uning haqiqiy ish haqi to'g'risida ma'lumot topildi. Ana shunda qayta hisoblash talab qilish mumkin. Bu yerda indeksatsiya aldov emas, balki asosiy baza noto'g'ri bo'lgani uchun keyingi oshirishlar ham past bazaga qo'llangan bo'lishi mumkin. Demak, asosiy sababni topish kerak. Uchinchi guruh minimal pensiya yoki ustama oluvchilar. Ayrim pensionerlarning pensiyasi belgilangan minimal miqdordan past bo'lmasligi kerak.
Agar davlat minimal pensiyani oshirgan bo'lsa, shu minimal darajaga yetkazish bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin hamma oshishlar bir xil qo'llanmaydi. Masalan, bir odamning asosiy pensiyasi 900 ming so'm, qo'shimcha bilan 1 million 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Boshqa odamning asosiy pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Davlat eng kam pensiya miqdori oshirildi desa, birinchi odamga ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Ikkinchisiga esa umuman boshqacha qo'yda ishlashi mumkin. Shuning uchun televizorda eshitgan bitta raqamni o'zingizning kartangizga tushgan pul bilan to'g'ridan-to'g'ri solishtirmang. Avval tarkibini ko'ring. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar men pensiyadaman. Lekin ishlayapman. Demak menga indeksatsiya tegmaydi. Yoki aksincha ishlasam ham hammasi bir xil oshadi deb o'ylaydi. Bu masalada qoidalar davrga qarab o'zgargan bo'lishi mumkin. Ba'zi yillarda ishlayotgan pensionerlarga to'lovlar bo'yicha cheklovlar bo'lgan. Keyinchalik ular bekor qilingan yoki o'zgargan holatlar bo'lgan. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z davri bo'yicha tekshirishi kerak. O'sha paytda pensiya to'liq to'langanmi? Ushlab qolish bo'lganmi? Keyinchalik qaytarilishi kerak bo'lgan farq bormi? Aynan shu joyda pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gaplar ko'p chiqadi. Lekin yana takrorlayman. Bu hamma uchun emas. Aniq huquqiy asos bo'lsa, birinchi misol. Mahbuba oppa 2021 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 20 million bardim 70 ming so'm qilib tayinlangan. U pensiyaga chiqayotganda 30 yillik stajini ko'rsatgan. Lekin 6 yil tikuv fabrikasidagi ish staji arxivdan topilmagani uchun hisobga olinmagan. 2004 yilda farzandi arxivga so'rov yuborib, o'sha 6 yilni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olgan. Pensiya jamg'armasiga ariza berilgan. Qayta hisob-kitob qilinganda pensiya 1 million 120 ming emas. Masalan 1 million 620 ming bo'lish kerakligi aniqlangan. Agar qonun bo'yicha o'tgan davr uchun farq to'lashga asos bo'lsa, Mahbuba opaga ma'lum oylar uchun farq puli chiqarilishi mumkin. Bu pul sovg'a emas, uning o'z mehnati uchun hisoblanishi kerak bo'lgan pul. Ikkinchi misol. Karim aka har safar pensiya oshgani haqida xabar eshitadi. Pensiyalar 10% oshdi degan gapni eshitgach, o'zining 2 million so'm pensiyasi 2 million 200 ming bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin kartaga 2 million 130 ming tushadi. U darrov aldashdi deydi. Aslida esa pensiya tarkibida asosiy qism ustama, kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ayrim oshirishlar faqat asosiy pensiya qismiga yoki aniq belgilangan to'lovlarga tatbiq qilinadi. Hamma qo'shimchaga bir xil foiz qo'shilmasligi mumkin. Shuning uchun Karim aka birinchi navbatda pensiya varaqasini olishi, unda qaysi qism qancha ekanini ko'rish kerak. 3-misol. Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oilada 2 nafar farzand bo'lgan, keyin farzandlardan biri ma'lum yoshga yetgani yoki o'qishni tugatgani sababli to'lov tarkibi o'zgargan. U esa faqat pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Bu holatda indeksatsiya bor bo'lsa ham oluvchilar soni, huquq muddati, ta'lim muassasasida o'qish holati kabi omillar ta'sir qiladi. Demak, faqat oshirish foiziga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. 4-misol. Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi bo'yicha ma'lum ustamalari bor. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari tizimga kech tushgan yoki guruh muddati bo'yicha uzilish bo'lgan bo'lsa, 1 oy kamroq pul tushishi mumkin. Keyin hujjat tiklansa qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Bu ham hamma pensionerga pul tarqatilyapti degani emas. Bu konkret hujjat va huquq asosida farqni to'lash masalasi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz har safar belgilangan sanadan oshib kelayotgan bo'lsa, pensiya tayinlangan paytda barcha staj va ish haqi hujjatlaringiz to'liq hisobga olingan bo'lsa, kartaga tushgan pul pensiya bo'limidagi ma'lumot bilan mos bo'lsa, sizda alohida xato belgisi bo'lmasa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobini tekshirib qo'yish kerak. Chunki odamlar ko'pincha 5-10 yil o'tib xatoni bilib qoladi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on xabarlar. Hamma pensionerlarga 3 million so'mdan qaytariladi. Falon sanagacha ariza bersangiz, hamma pulingiz chiqadi. Pensiya indeksatsiyasi bekor bo'lib. Qayta to'lanadi degan gaplarga ishonib ketmang. Bunday xabarlar ko'pincha odamlarni havolaga bostirish, bank kartasi ma'lumotlarini olish, SMS kodini so'rash yoki pullik xizmat sotish uchun tarqatiladi. Pensiya bo'yicha haqiqiy ma'lumot rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasi bo'limidan may
Donk.uz kabi davlat xizmatlari platformalardan yoki tegishli davlat organlaridan olinadi. Ikkinchi tuzoq, bank kartasi ma'lumotini berish. Hech qachon telefon qilgan odamga karta raqamingizni, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni bermang. Agar kimdir men pensiya jamg'armasidanman, pul qaytarish uchun kodni ayting desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Davlat organi sizdan SMS kod so'rab pul qaytarmaydi. Pul bo'lsa rasmiy tartibda hisoblanadi va sizning pensiya oladigan hisobingizga o'tkaziladi. Uchinchi nozik jihat, hamma farq puli cheksiz yillar uchun qaytarilmasligi mumkin. Qonunchilikda ariza berish muddati, qayta hisoblash sanasi, hujjat qachon taqdim etilgani, hatto kim tomonidan bo'lgani kabi omillar ahamiyatli bo'ladi. Masalan, siz 10 yil oldingi staj hujjatini hozir topdingiz. Bu hujjat pensiyani oshirishi mumkin. Lekin farq puli qaysi sanadan to'lanishi masalasi alohida tartib asosida hal qilinadi. Shuning uchun men 10 yil kam olganman, hammasini bir kunda qaytarishlari shart deb aniq aytib bo'lmaydi. Buni hujjat va qonun asosida ko'rish kerak. 4-nozik jihat, pensiya oshishi bilan qo'lga tegadigan pul bir xil ko'paymasligi mumkin. Ba'zi pensionerlarda aliment, kredit, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani ushlab qolish, boshqa qarzdorliklar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 50 ming so'mga oshdi, lekin kartaga faqat 90 ming so'm ko'proq tushdi. Sababi 6 ming so'm ijro hujjati bo'yicha ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya bo'limi bilan birga bankdan va majburiy ijro byurosidan ham ma'lumot olish kerak. 5-nozik jihat, pensiya tarkibidagi ustamalar. Ayrim ustamalar shaxsning maqomiga bog'liq urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironlik holati, yolg'iz pensionerlik, qaramog'ida shaxs bo'lishi, alohida hududlarda ishlaganlik va boshqa holatlar. Agar maqomni tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan bo'lsa, ustama hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Keyinchalik hujjat topshirilganda pensiya oshadi. Lekin yana savol, qaysi sanadan? Hujjat berilgan sanadanmi? Huquq paydo bo'lgan sanadanmi? Bu holatning o'ziga qarab belgilanadi. 6-nozik jihat, arxiv masalasi. Ko'p pensionerlar korxona yo'q, demak stajni isbotlab bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga, tuman yoki shahar arxiviga, yuqori tashkilot arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona nomi o'zgargan, birlashgan, xususiylashgan bo'ladi. Shu sababli izlash kerak. Mehnat daftarchasidagi eski nom, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim nomi. Buyruq raqami bo'lsa, arxivdan topish osonlashadi. 7-nozik jihat, og'zaki javob bilan cheklanmaslik. Ko'p odamlar pensiya bo'limiga boradi, sizga hech narsa chiqmaydi degan gapni eshitadi va qaytib ketadi. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Agar sizda asosli shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob talab qiling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Og'zaki gapni esa isbotlash qiyin. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni va tarkibini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki elektron xizmatlardan foydalaning. Siz menga tayinlangan pensiya miqdori, uning tarkibi, asosiy qism, ustamalar. Indeksatsiyadan keyingi hisob-kitob haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Agar imkon bo'lsa, pensiya hisob-kitob varaqasini yoki ma'lumotnomani yozma shaklda oling. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri ayrim holatlarda hisobga olinadigan bo'lsa, diplom yoki ma'lumotnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari ayrim holatlar uchun nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank hisob varag'i ma'lumotlari. 3-qadam, pensiya tayinlanganda qaysi davrlar hisobga olinganini solishtiring. Masalan, siz mehnat daftarchangizda 1905 yildan 1902 yilgacha bir korxonada ishlaganingizni ko'ryapsiz, lekin pensiya hisobida bu davr yo'q. Darhol savol bering. Nega bu davr hisoblanmagan? Mur o'qilmagani uchunmi? Buyruq raqami yo'qligi uchunmi? Arxiv tasdiqlamagani uchunmi? Sababini bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga. Korxonaning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Arizada aniq yozing.
falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganligim va ish haqi miqdorim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Agar eski korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bilgan barcha nomlarni yozing. Mehnat daftarchasidan nusxa ilova qiling. 5-qadam qayta hisoblash uchun ariza yozing. Pensiya jamg'armasiga arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Mening pensiyamni tayinlashda falon davrdagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotlarim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilinayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab, qonunchilikda belgilangan tartibda farq summasini to'lab berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxangizga qabul qilingan sana kirim raqami qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam javobni kuting va tekshiring. Sizga javob kelganda faqat o'shirildi yoki rad etildi degan so'zga qaramang. Hisob kitobini ko'ring. Qaysi davr qo'shildi? Qaysi ish haqi olindi? Qaysi sanadan qayta hisoblandi? Farq puli necha oy uchun chiqarildi? Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan yordam so'rang. Lekin ko'r-ko'rona hech narsaga imzo qo'ymang. 7-qadam rad javobi bo'lsa, to'xtab qolmang. Agar sizning hujjatlaringiz bor, lekin pensiya bo'limi rad etsa, yozma rad javobini oling. Keyin yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Ba'zan birinchi bosqichda rad bo'ladi, lekin qo'shimcha hujjat yoki to'g'ri huquqiy asos bilan masala hal bo'ladi. 8-qadam oilaviy nazorat qiling. Ko'p ota-onalar hujjat ishlarini bilmaydi, internetdan foydalana olmaydi, arxivga borishga qiynaladi. Farzandlar yordam berishi kerak. Otangiz yoki onangizning pensiya har oy qancha tushayotgani, oxirgi oshirishlardan keyin qancha bo'lganini kartada ushlab qolishlar bor yo'qligini birga tekshiring. Ularning kartasini o'zingizda saqlab, nazoratsiz ishlatish ham noto'g'ri, nazoratsiz ishlatish ham noto'g'ri. Bu ularning shaxsiy mablag'i. 9-qadam firibgarlardan himoyalaning. Agar Telegram, Facebook, telefon orqali pensionerlarga pul qaytaryapmiz, ariza to'ldirish uchun karta ma'lumotini yuboring desa, darhol to'xtang. Rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki boring. Hech kimga SMS kod bermang. Agar allaqachon kod berib qo'ygan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. 10-qadam o'z daftaringizni yuriting. Men har bir pensionerga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Unda oyma-oy pensiya tushgan sana summa oshirish bo'lgan oy. Pensiya bo'limiga topshirilgan arizalar, javoblar, arxiv so'rovlari yozib borilsin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin keyin muammo chiqsa, aynan shu yozuvlar sizga tartibli harakat qilishga yordam beradi. Endi pensiya indeksatsiyasi aldov bo'lib chiqdi degan gapga ekspert sifatida munosabatimni aytaman. Indeksatsiyaning o'zi aldov degan xulosa qilish noto'g'ri. Indeksiya davlat tomonidan pensiya miqdorlarini oshirish mexanizmi. Lekin odamlar nega aldov deb o'ylaydi? Chunki birinchidan, oshirish tartibi hammaga sodda qilib tushuntirilmaydi. Ikkinchidan, pensioner kartaga tushgan yakuniy summani ko'radi, tarkibini ko'rmaydi. Ayrim hollarda haqiqatan ham hisob-kitob xatolari bo'lishi mumkin. 4-dan, ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on va shov-shuvli xabarlar ko'payadi. 5-dan, odamlar o'z staji va hujjatlarini vaqtida tekshirtirmaydi. Shuning uchun men buni shunday tushuntiraman. Indeksatsiya bor, lekin uni tekshirish kerak. Pul qaytarilishi mumkin, lekin bu hamma uchun avtomatik emas. Aldanmaslik uchun shov-shuvga emas, hujjatga qarash kerak. Har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Agar xato bo'lsa, uni tuzatishni talab qilishga haqli. Agar farq pula chiqsa, uni olishga haqli. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga pul qaytarilishi masalasi real bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat aniq hujjat, noto'g'ri hisob-kitob, hisobga olinmagan staj, ish haqi ma'lumoti yoki ustama bo'yicha asos bo'lsa amalga oshadi. Pensiya indeksatsiyasi esa pensiyani oshirish mexanizmi, lekin har bir odamda natija pensiya tarkibiga qarab farq qiladi. Men sizdan iltimos qilaman, ota-onangizning yoki o'zingizning pensiyangizni bir marta jiddiy tekshirib chiqing. Pensiya bo'limidan hisob-kitobni oling, stajni solishtiring, arxiv hujjatlarini izlang, arizani yozma topshiring va javobni saqlang. Eng muhimi, firibgarlarga karta ma'lumotlaringizni bermang. Agar sizda pensiya oshishi, qayta hisoblash yoki pul qaytarilishi bo'yicha shaxsiy holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yil pensiyaga chiqqansiz, stajingiz necha yil, qanday muammo bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling
va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir o'z pulini qaytarib olishiga sabab bo'lishi mumkin.